Assalomu alaykum qarindosh qozlari. Bugun 8-yanvar, hafta kuniga payshanba. Biz Namangan viloyati Mingbuloq tumani Jamashid parranda bozoridan video qilamiz. Makiyalarimiz 130 ming so'mdan kam bor ekan. Ana makiyalar. Boraz qancha? 8 ming. Borazimiz 8 ming so'm kami bor ekan. Tashak boraz. Balodan tashqari bu O'zlarimiz 120 Xorazdan tashqari kami bor ekan. Xoraz oqidan tashqari. Xoraz nechi pul? 250 kami. Xorazimiz 250 ming so'm kami. Bu xorozlarimiz 150 ming so'mdan kami bor deyishyapti. Jo'ja xorozlar. Yangi chiqqan xorozlar. Sherzod ketdingmi? Ekan o'g'lan bolalar. Urushyapti. O'g'latyapti. YouTube'ga chiqadimi? Ha, YouTube'ga chiqadi. Kilo'rsa aka 100 mingdan beraveraman. 100 mingdan? Ha. Telefon nomerini ayting. Ha. Nomerini ayting. Telefon nomerim aka 99 lar. 99 lar. 721 721 0856. 0856 ga telefon qilaverasizlar mana. Kimga xo'roz kerak bo'lsa, Bitta ikkitaga emas aka 10 tonni 100 mingdan bang'illataveraman. bo'ldi gap yo'q ekan. Hashak xorozlarimizda 120 ming so'mdan kami bor. O'zimizda yangi chiqqan xorozlar. Sog'lom hammasi. Mensi zo'r keladi. Mana Mahmudjon mana. Ketgan bormi? Qopqa sariydi. Birama xorozlarimizni 170 ming so'mdan 170 tana 170 ming so'mdan kam bor ekan. Kelasi ham xo'roz. Xorozlarimizda 300 ming so'mdan kami bor deyishyapti. 300 mingdan kami yo'q. Qanchadan? Sotildi. Kami yo'qmi? Yo'q. Bo'ladigan 300 ming so'mdan ekan. Bo'ladigan 300. Meyaki hadar naqda Bo'ldi. 300 dan. 300 dan ekan. Kami yo'q ekan. 300 ming so'mdan kami yo'q. Mana chiroyli yaponkalarimiz 120 ming so'mdan ozginadan kam bor ekan. Xo'roz makiyalar 3 ta xo'roz bor ekan. O'g'illarimiz tuxumlayotgani bormi yo endi keladi? Keldi o'zi mana mashhur tuxumga keldi. Makiyalarimiz tuxumga kelib qolibdi. Yapon makiyalarimiz 120 ming so'mdan, xo'rozlari 50 ming so'mdan kam bor ekan. Sotgan pulimni berib pitoning ikkalasini Amerikaga qilay. 220 ga sotdim, pulimni o'g'irlatib qo'ydim deb hozir. Indigimiz buni kattasi 500 ming so'm, qolganlari 250 ming so'mdan kami bor ekan. Qancha beryapsizlar shunga? Savdo qilaveringiz, video olyapsiz. Video olyapsizlar. Yollarimiz 35 mingdan sotilyapti ekan. Katta qo'yilgan. Sog'lom yollar ekan. Onos qancha? Qorashuvda xo'rozlarimiz 200 ming so'mdan ozginadan kam bor ekan. Jo'ja xo'rozlar. Makiyalarimiz 200 ming so'mdan kam bor. Makallar cheni tutdi. Voy ochib qarashadi makallar. Rashtaga. Lekin voy bundan yaxshi. Lekin xo'rozimiz 300 ming so'm kami bor ekan. 250 ga berib berishaveradi ekan. Jo'ja xo'rozlarimiz, hashaklar 100 ming so'mdan kam bor ekan. Makiyan nechi pul? 300. Makiyanimiz 300 ming so'm. Indigimizda bitta mana kattasi 600 ming so'm, qolganlari 250 ming so'mdan kami bor ekan. Necha yillar? Ha? 2 yillar. Birama xo'rozimiz
130 bin so'm kami bor ekan. Eshak horozlarimiz 100 bin so'mdan ekan. Makellarimizni 100 bin so'mdan berishmayapti. İşte ham bitta horoz. Jersey horoz makellar. Makellar sonlarındaki hoş geldin. Adlerski horozlarimizda 130 bin so'mdan kami bor deyishyapti. Bular ham 130 bin so'mdan ekan. Chaqirayotgan horozlar. Adlerler kimden ekan? O'rdaklarimiz bunisi 300 bin so'm, bunisi 250 bin so'mdan sotilyapti ekan. Mana kichkinalari qancha? 150 dan kam. Kichkinalari 150 bin so'mdan kami bor ekan makellar. Bular qanchada? Bular 150 mingdan deydi. Hammasi xo'roz bular. Bunları 150 bin so'mdan sotilyapti. Horozlar hammasi. Hocam 150. Horozlarimiz 150 bin so'mdan, makellari 130 bin so'mdan kam bor ekan. Tuyaptimi makellar? Duetka. Makellar tuxumda ekan. Aldın mı Nadir?